Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar. Ramazon oyining 25-kuni, 2025-yil 25-mart. Barchalarga xayrli va barakotli bo'lsin kunlar. Bugun sizlarga Savant sindromi, rus tilida sindromi Savanti deb ataladi. Bu sindrom haqida aytib bermoqchi edim. Bu sindromga chalinganlar yuqori xotira egalari bo'ladi. Muayyan sohada daholiy darajasiga yetishadi. Bu sindromning kelib chiqish sabablari miyani shikastlanishi yoki tug'ma bo'ladi. Lekin hali o'rganib bo'linmagan deyiladi. Ko'plab qobiliyatlari bor, yana ochilmagan. Bu sindromga chalingan insonlar sizlar bir marta kitobni o'qib chiqsa, to'liq eslab qoladi. To'liq eslab qolib, qayta aytib berish mumkin sizga. Yoki biror narsa eshitsa, to'liq eslab qoladi hamda sizga yetkazib berishi mumkin yoki yozib berishi mumkin. Yozib ber desangiz. Keyin bir marta ko'rgan manzarasini ham o'sha holatda qayta tasvirlab chizib berishi mumkin. Ular asosan san'at, matematika, taqvimlarni hisoblash, ya'ni muayyan sohalarda daholiy darajasiga yetishadi. Yuqori tezlikda uzoq muddatli xotiraga saqlab qo'yisha oladi. Kimpik degan bir inson o'tganda, bu inson minglab kitoblarni 12 mingta deb keltirilardi. 12 mingta kitobni bir marta o'qishda to'liq holida eslab qo'ygan. Steven Wiltshire degan bir inson o'tgan, bu esa shahar manzarasini bir marta ko'rgan. Keyin qayta mayda narsalargacha qanday ko'rgan bo'lsa shunday chizib bergan deyiladi. Ya'ni bu insonlar muayyan sohada daho hisoblanishadi, lekin ijtimoiy hayotda his-tuyg'ularni kimgadir yetkazishda qiynalishadi hamda boshqalarning his-tuyg'ularini tanasida yoki u insonda nima o'tayotganini his qilisha olmaydi. Shunday. Ya'ni bir narsa berilsa, ikkinchisi olib qo'yiladi deydi. Ya'ni oddiy patingasini ham bog'ichini bog'lasha olmaydi bu insonlar. Qiynalishadi ko'pchiligi. Kiyimini ham kimdir kiydirib qo'yadi. Lekin bu darajaga chiqish mumkinmi muayyan sohada desa, chiqish mumkin ekan. Ustozimiz Davron Turdiyev aytganda, miyada shunday bir o'zbek tilida shunday atab olishgan, daholiga orolchasi degan joy bo'ladi derdi. Shu tizimda ishlatib olsanglar, uzoq muddatli xotiraga ko'plab ma'lumotlarni eslab qolsanglar bo'ladi derdi. Ya'ni mashqlar orqali miyani rivojlantirish mumkin. Yugurish har bir sport turida bo'ladi. Ko'p sport turlarida bor, masalan, kurashda yoki boks, karate va hokazo sport turlarida avval yugurtiriladi, keyin esa boshqa mashqlarga o'tiladi. Bizni ham o'qitayotgan paytda ustoz aytardiki, raqam eslab qolishinglar sizlarda xuddi shu yugurishga o'xshaydi. Har bir sohada eslab qolishinglarga ancha yordam berardi derdi. Shuni aytib o'tmoqchi edim sizlarga, ya'ni sindromi Savant haqida ma'lumot bermoqchi edim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.